Assalomu alaykum og'aylar. Mana altta ishlab yurgan bolalar kerak. Mana altta ishidan xabari bor bolalar kerak. Mana parkovka qilyapmiz. Parkovka bez regili yo'q. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar aka-ukalar, opa-singillar, tinchmisizlar? Aka-ukalarimizga ish chiqargan edim 20 kundan oldinroq. Krasnodardan ish chiqargan edim. Brigadir bola Tojikistondan 8-mart qishlog'idan, ya'ni Xatlonskiy oblast Qabadiyon noqiyasini 8-mart qishlog'idan Davud degan akani ishini chiqargan edim. Hozir ishiga yana odamlar qo'shyapti, 200 tagacha odam kerak, yangidan obyektlar boshlanyapti. Shu ob'yom ko'plab ob'yomlar chiqyapti. Hozir 200 tagacha odam kerak. 4000, 5000, 6000 rublgacha ishlaringizni qarab pullaringiz beradi do'stlar. Ish ob'yomga, ob'yomlik hisobiga yevachalar pullari ob'yom hisobidan bosilib qolinadi. Sizlarga cho'ntaklaringizga zarar yetmaydi. Telefon qilib, bemalol bog'lanib, ma'qul kelsa boringizlar, gaplashib, uslovlarni yana o'zlaringiz bir bor tushunib kelishlaringiz mumkin. Krasnodarda mana shu ish ketyapti do'stlar. Shu oyliklariga kelayotgan bo'lsak, bir oyda 1, bir oyda 2 marta, 3 marta, 4 martalab beradi. Endi hamma joyda har xil pul beradi. Chunki ish joylari bor, 2 ta 3 ta, adil-adilni. Bemalol nomerlarga bog'laningizlar. Ma'qul kelsa nima deb qolaman. Video davomida videosi bor, ish joyini ko'ringizlar. Aloqaga chiqib yuklanib o'tirmasdan kelishlaringiz mumkin. Jonlaringiz omon bo'lsin. Keyingi video roliklargacha ko'rishguncha xayr. Ish joyida videosini ko'ringizlar. Do'stlarga tarqatib qo'yingizlar. Hurmatli musofir yurtda yurgan yurtdoshlarimiz, pateningiz kuyib ketmasligi uchun turdovoy dogovor xizmati, deport, zapret tekshirish, snelis va inen kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarimizga WhatsAppdan aloqaga chiqing. 100% ish. Regili yo'q. Prostoy parkovka. Mana alt ishidan xabari bor bolalar kerak. Montajnik, plotnik, armaturchik kerak. Mana shu yangi qozilyapti, shu yerga odam kerak. Kunlik kam to'laymiz, ob'yomga ham beramiz. Ob'yomga ishlaydigan odam kerak. Основной bu parkovkamizga kunlik ishlaydigan joyimiz bor. U yerga kunlikka odam kerak. Chasni ishlarimiz ham bor. Chasni ishda svarkadan tushunadigan, krisha ishidan tushunadigan, g'ishtdan tushunadigan bolalar kerak. Постоянно ishlaydigan bolalar kerak. Постоянно ishlaydigan bolalar kerak. Manalchik bolalar. Dokument hammasini qilib beramiz. O'zbekistondan keladiganlarga faqat O'zbekistondan kelib Krasnodarga uyga ish joyining oldiga kelgandan keyin pul so'rash kerak, pul beramiz. O'ngacha kelmasdan to'g'ri pul so'raganlarga pul berilmaydi, og'aylar. Shunaqa. Mana bu parkovkamiz. Bu da biz.